50 dan ortiq bizneslarni qilib ko'rganman. Ishoninglar, nechtasi o'xshagan desanglar, o'xshagan bo'lsa 4-5 tasi o'xshagan. Xato qilishdan qo'rqmaydi. Xato qilib odam dars oladi har doim. Tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'layotgan, shug'ullanayotgan ukalarim, otanglardan, onanglardan, bankdan kredit, yaqinlardan pul olib, oqib yo'q qilib o'rayotgan bo'lsanglar, men sizlarga maslahat beraman. Radnoylar, biznesni boshlashda birinchi o'zingizlarni qiziqishinglardan kelib chiqib biznes boshlanglar. Agar kompyuter o'yinlariga qiziqsanglar, kompyuterxona biznesini yo'lga qo'yishga harakat qilinglar. Agar menga o'xshab fitnessga qiziqsanglar, zal ochishga harakat qilinglar. Mashina haydashga qiziqsanglar, taksi biznes, avtotransport bizneslari bilan qiziqib ko'ringlar. Lekin hech qachon Instagramda hayotda kimdirdir pul topayotganini ko'rib, kimdirdir muvaffaqiyatini ko'rib, o'sha biznesga urib ketmanglar. Ko'pchiliklarni ko'raman, qimorbozlarni ko'ryapsizlar, qimorga o'tib ketyapsizlar, tradingchilarni ko'ryapsizlar, tradingga o'tib ketyapsizlar. Boshqa Instagramdagi SMM marketinglik, mobilograflarni ko'ryapsizlar, pul topdi, mashina oldim deyapti, umid ketyapsizlar. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, radnoylarim. Har bitta muvaffaqiyatga erishgan, har bitta soqqani egallagan erkakda tayya katta mehnat yotadi. Kami 5 yillik, 10 yillik mehnat yotadi, radnoylar. Mana shu mashinaga, mana shu hayotimga erishganimcha 15 yil вообще zaybarim chiqqan. Ishoninglar, bitta kasb ushlab ketganimdan keyin baraka topganman. Radnoylar, esingizda tursin, har doim kasb egallab, kasbinglarni biznesga aylantiringlar. Charchamanglar, radnoylar. 2026 bizning yilimiz. Xudo xohlasa hammamiz $1 million solamiz. Sog' bo'linglar.